bitta tushuntirib beringlar. O, sening senga o'yinchoqmi? Yo'q, qo'g'irchoqmi? O'ynab tashab ketasan. Qaysi birini akalar edi endi bular? Shunaqa ham ko'p qizlar bilan gaplashasanmi? Gapir. Qo'lingizni oling, kim akasiz? Kim bilan gaplashasan? O'sha qizni. Yo, ko'pmi yuradiganlari? Voy, nima keragi bor edi? O'zing tupikka tiqib. Meni gaplashadiganim bitta. Kim? Qaysi qizni akalari ko'p edi? Esla, ulug'. U qizni ismini tilimga ham ololmayman. Nima? Chunki kasalman. Qancha yashashimni ham bilmayman. Shuning uchun seningizdan uzorlashdim. Uzr ukam. Bilmagandik bizni. Nima kasalsan o'zi? Juda ham og'ir. Oke, qo'yishi demadi, gaplashmaylik. Eslasamchi yuraklarim ezilib ketadi. Seningga telefon qilasan-da, hammasini tushuntirasan. Tamom bo'ldi. Kimga qilasan endi? Aka, qo'lim bormaydi, to'rs. Qilmasang bo'lmaydi. Qaysi vijdon bilan telefon qilaman, aka? Nima deyman unga? Men kasalman. Madina meni kechir deysan. Bo'ldi, akalar. Iflos qilarkansan-ku babi yalinib chort. Ko'tarmada aka o'ziznikidan qilib bera qoling. Allo Madina. Meni kechir. Biz birga bo'la olmaymiz. Men kasalman. Baxtli bo'l. Yig'lama ukam, bu hayotda. Akalar ketinglar iltimos sizlardan. Bizdan ham to'g'ri-chu. Bitta sinimiz. Biz uchalamizni ketamiz Amerikaga. Adami hamma boliklari, magazin, zavodlari shu sinimizga qoladi. Oldida o'zga o'xshagan kuchli yigit bo'lishini xohlaymiz. Omon bo'l. Nima? Rostda so'y ketarkanmanmi? Aldamayapsizlarmi? Tinchlikmi? Aka qarang, to'xtali telefon qildi, umid bor ekanman-da hali. Buni ichish kerak sinimga. Yeti, davay. Alo, Madi. aka. Bo'lib tuzalarkan-u. U bilan hammasi tugagan. Qo'ynim bo'ldi. Yo, to'xta, Madi, qara. Agar kasal bo'lmaganimda-chi, men sendan har kuni xabar berardim. Madi,